Xonimlar va janoblar, Uzbekistan Airways aviakompaniyasi samolyoti sahniga xush kelibsiz. Bizni tanlaganingiz uchun minnatdormiz. Bizning asosiy vazifamiz sizning xavfsizligingiz. Parvozdan oldin men sizga xavfsizlik bo'yicha qisqa ma'lumot berib o'taman. Har bir o'rindiq xavfsizlik kamari bilan ta'minlangan. Kemarlar taqilsin, tablo chirog'i yoqilishi bilan xavfsizlik kemarlari taqilgan bo'lishi kerak. Qulfning ikkita halqasini bir-biriga kiritib, uchidan tortib moslashtiring. Xavfsizlik kamarini yechish uchun qulf qopqog'ini ko'taring. Bolalar uchun xavfsizlik kamarlarini alohida taklif etamiz. Avariya holatida samolyotimiz suvga qo'nsa, sizning qutqarish nimchangiz o'rindiq tagida joylashgan. Ekipaj buyrug'i bilan nimchani boshingizdan o'tkazish kerak. Kamarni o'rtadagi qisqichga mahkamlang va uchidan torting. Samolyotdan chiqishda ikkita qizil qalpoqchani keskin pastga tortib, nimchani havoga to'ldiring. Naycha orqali nimchani qo'shimcha havoga to'ldirish mumkin. Chiroqchani yoqish uchun batareykadagi bog'ichni pastga torting. Sahnada bolalar uchun qutqarish nimchalari ham bor. Sahn germetizatsiyasi ishdan chiqqanida kislorod niqoblari tepadagi tokchadan oldingizga avtomatik tarzda tashlanadi. Niqobni o'zingizga tortib, og'iz va burningizga moslab ushlang. Agar siz bolangiz bilan ushlayotgan bo'lsangiz, niqobni avval o'zingizga, so'ng bolangizga taqing. Qo'l yuzingiz oldingizdagi o'rindiqdagi yoki tepadagi tokchaga qo'yilgan bo'lishi kerak. Qo'l yuzingizni yo'nalishga va avariya chiqish yo'liga qo'ying. Yorug'lik berib turuvchi yo'lga avariya chiqish yo'lini ko'rsatib turadi. Har bir avariya chiqish yo'li exit yoki chiqish so'zi bilan ko'rsatilgan. Samolyotning old, o'rta va dub qismida joylashgan 8 ta avariya chiqish yo'llari havoga to'ldiriladigan traplar bilan ta'minlangan. Biz sizdan uchish vaqtida chekmasligingizni so'raymiz. Butun uchish davomida chekish va elektron sigaretalardan foydalanish man etiladi. Hojatxonalar tutunga qarshi detektor va signalizatsiya bilan ta'minlangan. Avariya holatida ekipaj buyrug'i bilan ko'rsatilgan xavfsiz holatlardan birini egallang. Barcha elektron asboblar va uyali aloqa vositalari parvoz dasturiga o'tkazilgan yoki o'chirilgan bo'lishi kerak. Qo'shimcha ma'lumotlarni xavfsizlik bo'yicha yo'riqnomadan bilib olishingiz mumkin. Hozir esa iltimos
O'rindiq suyanchig'ini tik holatga keltirib, stolchalarni yoping va xavfsizlik kamarlarini taqib oling.